Uyg'ur tibobatidagi oddiy retseptlar. Quruq issiqdan yo'talganda omit urug'ini qaynatib issiq ichib bersa tez unum bo'ladi. Qopoq, ya'ni cho'mich urug'ini yesa issiqdan bo'lgan oshqozon og'riqiga shifo qiladi. Qo'y suti bilan qalampurni, qo'yning quyruq yog'i bilan jigarni, ya'ni dumma jigarni yesa qo'rsoq og'riqiga shifo qiladi. Ko'z yashang'urab to'xtamasa, o'chkining yo'lini paxtiga milab, ko'zga yapsa darhol shifo bo'ladi. Çaç sakal tushib ketsa, otning mingisini çaç sakal tushib ketgan o'ringa bir hafta uda surib bersa, çaç qaytadan chiqadi. Ko'zga oq tushsa, yav to'shqanning o'tini surib bersa, shifo bo'ladi. Oshqozon og'risa, atiyoz faslida eriq bo'ylarida yangi o'sib chiqqan yalpuzni qor go'sht bilan uda bir necha martaba cho'chur etib yesa foyda qiladi. Agar kichik bolaning tili chiqish vaqtidan o'tibmi chiqmasa, toychoqning tilini pishirib yegizsa, tili oson chiqadi. Agar xonim qizlarning yuzi sapkun, dog' tushib qolsa, yav to'shqanning mingisini yuziga bir necha qitim surkab bersa, yo'qolib ketadi. Xonim qizlar atiganda yuzni pokiz yuvib o'tib, tuxumning eqini yuziga chepib bersa, yuzi nurliq bo'ladi. Kala suti bilan o'chki sutidan 10 gramdan elib, 10 gram sana va mastiki bilan qaynatib, uda 3 kun nashtadan ilgari ichib bersa, ichki a'zolardagi turli ushshaq-tushak og'riqlar yo'qolib ketadi. Mayda g'ijildisa, qara erkak qo'yning quyruq yig'i bilan chamg'ur, piyozni yumshoq pishirib, 3 kun atiganda yeb bersa, shifo bo'ladi. Ko'z g'uvolashsa, beliqning ichki yig'ini oftobga eritib, ko'zga surib bersa, ro'shanlashadi. Uyg'ur tibobatidagi oddiy